Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan dangasalik haqida gaplashamiz. Dangasalni yengish bo'yicha kontent juda ham ko'p, internetda ham, YouTube'da ham, boshqa joyda ham kitoblar ko'p. Bugun men sizlarga xudo xohlasa boshlang'ich bilimlarni beraman va keyingi videolarimizda nasib qolganini ham ko'rib chiqamiz. Dangasalikka tegishli nazarimda eng foydali bo'lgan, ya'ni dangasalni yengishga tegishli aniqroq eng foydali bo'lgan kontentni berishga harakat qilaman. Kontent asosan Maksim Dorofeyevning Pujidaya degan kitobida asoslangan bo'ladi. Afsuski bu kitob o'zbekcha tarjimasi yo'q. Tarjima bo'ladigan bo'lsa ham juda ham murakkab kitob tarjima uchun. Shu kitobdagi g'oyalarni to'g'ri, men nazarim to'g'ri ishlaydigan g'oyalarni sizlarga xudo xolasa bugun ko'rsatib beraman. Demak, prezentatsiyamizga yoqamiz. Dangasalikni yengish mumkinmi? Bu savol juda ham ko'pchilikni qiynaydi. Hozirgi yoshlarni mani streaminglarimda ham, mani kurslarimda ham asosan beriladigan savol shundan iboratki, Davron aka, men dangasaman, nima qilishim kerak, qanday bu narsani yengishim kerak. Undan oldin dangasalikni yengish mumkinmi yoki yo'qmi? Shu savolga javob topishimiz kerak. Men nazarimda 100% yengib bo'lmaydi. Bari inson dangasa bo'ladi. Shunchaki shu dangasaligingizni siz boshqarishni o'rganishingiz kerak va kerakli joyda, kerakli paytda dangasalik qilmaslikni o'rganishingiz kerak. Asosiysi shu. Shu narsani eplay olsangiz, men nazarimda siz dangasalikni yengishda muvaffaqiyatga erishasiz. Xo'p, endi dangasalikning asosiy sabablarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bir narsani yengishdan oldin sabablarini tushunib olish kerak. Sabablaridan men bir nechtasini sanab o'taman hozir, balki boshqa sabablari ham bordir. Men nazarimda bu yerda asosiylar. Xo'p, birinchisi bu stress. Avvalambor, agar sizda kuchli stress bo'lsa, agar sizda kuchli aqliy zo'riqish bo'lsa, ya'ni bu narsani hattoki ilmiy yoki tibbiy tomonlari ham bor. Stress paytida inson prokrastinatsiya holatiga tushib qoladi, ya'ni dangasalik holatiga tushib qoladi. Na xotirasini rivojlantira oladi, na o'zini miyasini rivojlantira oladi. Ya'ni miya o'zini o'zi yeyishni boshlaydi. Shuning uchun agar stress jarayonida bo'lsangiz, katta ehtimol bilan mutaxassislarga borishingiz kerak bo'ladi. Psixologmi, psixiatrmi, bu narsa o'sha menga qorong'i. Shuning uchun dangasaligingizni sabablaridan biri siz stressdaligingiz bo'lishi mumkin. Hop, ikkinchi sabab men nazarimda bu kuchli charchoq. Kuchli charchoq deganda haqiqiy zo'riqish nazarda tutyapman. Men ko'pincha aytaman, xotirani rivojlantirish uchun yoki dangasalikni yenga olish uchun inson birinchi o'rinda o'zini energetik balansini to'g'irlash kerak. Ya'ni insonning organizmi cheklangan energiya miqdoriga ega. Go'yoki bitta samolyot ichidagi benzinni tasavvur qilishimiz mumkin. Benzin tugagandan keyin samolyot ucha olmaydi, u qo'nishga majbur bo'ladi yoki mashina. Bu yerda ham xuddi shunaqa, zaryadkangiz tugab qolsa, tabiiy zaryadka sizda dangasalik bo'lishi tabiiy. Ya'ni ba'zida dangasaligingiz oddiy charchoq bo'lishi mumkin va kuchli zo'riqish bo'lishi mumkin. Bunaqa ehtimol ham bor. Xo'p, keyingisi men nazarimda nima qilish bilmaslik, ya'ni reja yo'qligi. Tasavvur qiling, ertalab turdingizda yugurmoqchisiz, ya'ni yugurishni niyat qilib qo'ydingiz o'zingizga, ertalab turib yuguraman deyapsiz va ozonda soat 5 da hop uyg'ondingiz ham, turdingiz ham. O'ylayapsiz, hop hozir qayerga yuguraman, qaysi ketamni kiyishim kerak, qaysi krossovkamni kiyishim kerak, qaysi kiyimda yuguray, ko'cha harorati qanaqa ekan va hokazo. Turli savollar sizni qiynaydi-da. Mayli ertadan boshlab qolaman deb yotasiz. Agar ketangizni oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, marshutingiz oldindan tayyor bo'lsa, yugurish osonroq bo'ladi. Bu yerda ham shunaqa, reja bo'lgan joyda dangasalik kamroq bo'ladi. Shuning uchun oldindan nima qilishingiz kerakligini rejalashtirishni o'rganishingiz kerak. Xo'p, davomiga tabiiy xususiyat bo'lishi mumkin. Bor narsa, bu ham Kurpatov ham buni ta'kidlab o'tadi. Psixopatiyaning turli xil turlari bor. Misol uchun bizning miyamizda shunaqa joylar borki, insonni miyasiga energiya berishga javob beradi. Men o'zimni tasodifga olingan videoyimda ko'rib chiqqandim, miya batareykasi deyiladi. Yoki boshqacha qilib retikulyar formatsiyasi deyiladi u narsani. Agar sust bo'lsa, bu narsa tabiiy holatda dangasalikka moyil bo'lishingiz mumkin. Lekin bu degani butun umr dangasa bo'lib o'tib ketasiz degani emas. Prosta sizda sal xususiyatingiz boshqacharoq bo'ladi va rejalashtirishni sal to'g'riroq qilishingiz kerak va boshqalarga qaraganda qunt bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Rejalashtirishda va topshiriqlarni bajarishda. Shundagina dangasaligingizni yenga olasiz. Sizga ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu go'yoki bo'yga o'xshaydi. Misol uchun, bo'yi uzun insonga basketbol bilan shug'ullanish osonroq bo'lsa, bo'yi sal kaltaroq odamga sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin baribir basketbolist undan chiqadi. Faqatgina u shug'ullanish jarayonida boshqa narsalarni ham inobatga olishga majbur bo'ladi.
Bu tabiat. Xo'p, davom etamiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Davron aka, dangasalikni yengishi universal usuli bo'lishi mumkinmi? Mani nazarimda yo'q. Hamma har xil. Usulda ishlaydigani bor, 100% ishlaydigani bor, umuman ishlamaydigani bor. Lekin har bitta hattoki 100% ishlaydigan usulni ham turli xil faktor omillarga bo'ysunib ishlaydi. Sizni hayot tarzingizga, sizni xarakteringizga, sizni psixotipingizga va hokazo. Shuning uchun eng zo'r berishim mumkin bo'lgan sizga shunaqa bir mavhum aytaylik maslahat, bu o'zingizni tizimingizni yaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar siz dangasalik butunlay yengmoqchi bo'lsangiz, siz turli xil omillarni, usullarni ishlatgan holatda o'zingiz uchun tizim tuzasiz. Va bu tizimni tuzishga biz o'tamiz, xudo xolasa, men sizlarni o'rgataman, lekin bitta narsani tushunishinglar kerak. Tizim tuzishdan oldin, dangasaligingizni yengishingizdan oldin siz tushunishingiz kerak bo'lgan bitta narsa borki, dangasalikning darajalari bo'ladi. Misol uchun, aytaylik, boksga chiqishni boshladingiz yoki gimnastikaga chiqishni boshladingiz. Gimnastikaga chiqishni boshlaganingizda siz gimnastikaga chiqib turib bajaryapti turgan usullaringiz yoki mashqlaringiz siz yangiligingizni hisobga olingan holatda bo'ladi. Ya'ni professionallar unaqa mashqlarni bajarmaydi. Professional gimnast shuni keladi, salto otadi, shpagatga tushadi, devorga chiqib ketadi. Yangi odam nima qiladi? U yiqilishni o'rganadi misol uchun yoki shpagat tushishni o'rganadi va hokazo. Sodda mashqlarni qiladi. Bu yerda ham shunaqa dangasaligini darajasi yuqori bo'lgan inson, o'ta dangasa insonga dangasaligining darajasi o'rtacha bo'lgan inson bilan usullari bir xil bo'la olmaydi. To есть o'rtacha darajadagi dangasalikka yordam bergan usulni yuqori darajadagi dangasalikka chalingan insonga yordam bera olmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda dangasaligimiz darajalarini aniqlab olishimiz kerak. Darafeyev kitobida 5 ta daraja keltirgan. Juda ham zo'r keltirilgan men nazarimda. Shu darajalarni men nomlab chiqdim, sal tushunarliroq bo'lish uchun ta'riflab chiqdim. Hozir bugun asosiy ishimiz shu darajani aniqlash. Darajani aniqlaganimizdan keyin biz sizlar bilan sizga aynan qanaqa usulga to'g'ri kelishini topishimiz mumkin. O'zingiz tanlab ishlatib ko'rasizlar. Xo'p, darajalar borasida. Birinchi darajani men voydod deb nomladim. Voydod darajasi u butunlay dangasalik. Umuman hech qaysi ishga qo'lingiz bormaydi va hokazo. Ta'riflariga hozir o'tamiz. Ikkinchi darajani yana kimdir bor deb nomladim. Bilsanglar, hozirgi zamonaviy psixologiyada, zamonaviy neyrofiziologiyada aniqroq ong bilan miyani ajratiladi. Ya'ni ongli ravishda yashash juda ham qiyin. Misol uchun ongli ravishda siz ertalab turish to'g'riligini bilishingiz mumkin, bilasiz ham. Ertalab azonda turib yugursam, ishimni boshlasam, meni kunim barakali o'tadi, ko'p ishni ulguraman deysizda, lekin baribir bajarmaysiz. Ya'ni ong birlamchi emas. Miya birlamchi, ko'ryapsizlarmi? Miya boshqa, ong boshqa. Shuning uchun bu yerda yana kimdir bor deb atadim. Ya'ni bu etapda siz dangasalikni endi chiqib turgan paytingiz va ongli ravishda harakat qila olishingizni anglab turgan paytingiz. Ya'ni miyangizda faqatgina miya va turli xil xohishlar emas, ong ham bor degan ideyada qilgan edim. Xo'p, bu yerda men boshlig'iman. Ya'ni 3-etappi dangasaligi bu, 3-bosqichi. Bu yuqori bosqich. Dangasalikdan deyarli qutulib bo'lgan inson. Bunaqa insonlar o'ziga o'zi boshliq, dars qilaman desa odatda dars qiladi. Va hokazo. Ayrim holatlarda dangasalikka chalinib turishadi, lekin normal hol. 4-etap ongli hayot, ya'ni ongingizga kelgan va to'g'ri deb bilgan narsangizni 100% bajara olasiz. 5-etap men Superman deb atadim, chunki bunaqa inson bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi bilmadim. Kelli etaplarni birma-bir ko'rib chiqing. Demak, birinchi bosqichda, voydod bosqichida siz juda ham katta shoshilinch hissi bilan yashaysiz. Ya'ni juda ham shoshilyapsiz, kechalar uxlay olmayapsiz, o'ylayapsiz ishlaringizni, harakat qilyapsiz, lekin hech narsaga ulgura olmayapsiz. Hech qanaqa rejalashtirish usulingiz yo'q, hech narsaga o'zingizni majburlay olmayapsiz. Qisqasi, bu narsa sizni siqyapti to'xtamasdan va dangasasiz. Shu etapda bo'lishingiz mumkin, o'zingizni tanigan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, keyingi etap, ya'ni keyingi bosqich. Bu yana kimdir bosqichi. Bu bosqichda siz ba'zida to'xtaysizda, o'ylanib qolasiz. To'xtagin, men nima qilyapman o'zi? Mana hayotim mana shu YouTube ko'rishlardan yoki Instagramlarni titkilashlardan iboratmi? Shu darajada pasayib ketdimmi ongli ravishda? Deysizda o'zingizga va sal bo'lsa ham qaysidir ishlaringizni bajarishga shunaqa paytlarda, to'xtagan paytlaringizda kuch topasiz. O'tirib 10 daqiqa yoki 15 daqiqa kitob o'qib qo'yasiz yoki ingliz tilini boshlab qo'yasizda, lekin bar davom ettira olmaysiz, har holda boshlashga kuchingiz yetyapti. Bu joyda sizning miyangiz, demak, ongam bor ekan degan tushunchaga kelib turgan payt.
Xo'p, 3-bosqich men boshlig'iman. 3-bosqichdagi odamlar odatda o'zini yaxshi boshqara oladi. Ba'zida dangasalik qilishi mumkin, lekin bu dangasalikka odatda ular o'ziga ruxsat beradi. Misol uchun, ora-orada aytaylik, kunora birorta o'yin o'ynashi mumkin u insonlar yoki o'tirib hech narsa qilmasdan YouTube prosta ko'ylab o'tirishi mumkin. Shunaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ular deyarli hamma ishni bajarisha oladi. Asosan kundalik ishlarini va topshiriqlarni bajarishadi yoki darslarni bajarishadi. Bu narsaga kuchlari yetishadi. Bu balans, 3-etap balans, ya'ni bunaqa odam dangasa deb bo'lmaydi, ba'zi dangasalik ko'rinib turadi. Va ba'zida shunaqa insonlarni hattoki aytaylik qanaqadir maqsadli harakatlarga, uzoq muddatli maqsadlarga kuchini va vaqtini ajratishga ongi yetadi, kuchi yetadi. Xo'p, 4-bosqichdagi insonlar ongli hayotda yashashadi. Bu bosqich juda ham yuqori. Men bunaqa insonlarni kamini taniyman. Agar tanisam shunda ham Xo'p, demak, bunaqa insonlar o'zini ongli boshqaradi, 100% hayotini ongli boshqaradi. 100% deyish noto'g'ridir. Har holda ongli boshqaradi. O'qishda, ishda, kundalik hayotda hech qanaqa dangasalik kuzatilmaydi bunaqa insonlarda. Dars qilish kerakmi? Ongli ravishda tushunib turibmi? Demak, qiladi. Uxlash kerakmi? Erta turish kerakmi? Demak, turadi, qiladi. Kamdan kam siqiladi va umuman shoshilmaydi bunaqa odamlar. Va xayolda asosan muhim va asosiy topshiriqlar bo'ladi. Bunaqa insonlar maqsadiga qarab harakat qiladi, maqsadiga tegishli topshiriqlarni bajaradi, ingliz tilini o'rganadi, ertalab turadi, biznes kitoblar o'qiydi, o'zini rivojlantiruvchi kitoblar o'qiydi va o'z ustida to'xtamasdan ishlaydi. Xo'p, 4-etap. Demak, oxirgi etap, 5-etap. Bunaqa odamlar bormi yo'qmi? Yana bir ta'kidlayman. Bilmadim, hayotini bunaqa insonlar Superman deb bekor aytganim yo'q. Hayotini 100% ongli ravishda bajara oladi, boshqara oladi, ya'ni dangasalikdan va ishni keyinga qoldirishdan 100% qutulgan bunaqa insonlar hech qachon ishini keyinga qoldirmaydi, doim vaqtida bajaradi. Agar force major holatlar bo'lib qolmasa, ya'ni kasal bo'lib qolmasa, boshqa bo'lib qolmasa, bemalol любой ishini bajara oladi, istalgan ishini. Va xayoliga kelgan istalgan ishini qiyinchiliksiz boshlab oxirigacha yetkazadi. Misol uchun ingliz tilini boshladimi, bo'ldi. Tugatmaydi, tashamaydi, oxirigacha yetkazadi va hokazo. Va bunaqa insonlar juda ham, bilmadim, bir milliarderlar yoki qanaqadir daholar shunaqa bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi siz dangasalikni qaysi etapidasiz? Iltimos shu narsani izohlayda yozib qoldiring. Videoni yana bir marta qaytarib ko'rishingiz mumkin. Qaysi etapdasiz va birinchi etapidami, ikkinchi etapidami, qaysi etap sizda, qanaqa muammolar bor, izohlarga yozib qoldirsanglar, keyingi darslarimizda dangasalikka chuqurlashib boramiz. Dangasalik, xotirani rivojlantirish, so'zlarni yodlash va hokazo. Xolos, bitta narsani tushunishinglar kerak. Etapdan etapga o'tish mumkin. Ahamiyat beringlar. Ya'ni yangi boks zaliga kelgan inson professional boksyor darajasiga chiqishi mumkin, boks ustasi darajasiga. Faqatgina boks ustasini mashqlarini bittada bajarish kerak emas. Har bitta etap uchun alohida mashqlar va usullar bor. Bu usullarni men o'zimda ishlatgan usullarni va undan tashqari Darafiyevdan olingan kompilatsiyani, ya'ni usullar qo'shilmasini men sizlarga yetkazib beraman, ko'rsatib beraman. Qaysi etapda bo'lishidan qat'iy nazar o'zingiz uchun yetarlicha kerakli usullarni topib olasiz. Va bu usullarni qanday qilib ishlatish kerakligini, qanday qilib test qilish kerakligini men sizlarga sekin-sekin Xudo xohlasa tushuntirib beraman. Izohlarga yozinglar. Dangasaning qaysi bosqichidasiz? Xo'p. Va bugungi darsimiz asosiy shiori va gapi va asosiy fikri aniqroq, shu narsani tushunishingiz kerak. Professionallarga to'g'ri kelgan narsa yangi boshlaganlarga to'g'ri kelmaydi ko'pincha va to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunaqa gaplar, bosqichingizni aniqlang, tayyor turing. Yaqin 1 kun yoki 2 kunlarda keyingi videomiz tushadi. U videoda men har bitta bosqich uchun voydod bosqichidan boshlaymiz. Eng qiyin, dangasalikning qiyin holatidan imkon qadar ko'proq amaliyotlar, ya'ni mashqlar berishga harakat qilaman. Shu mashqlarni bajarish orqali balki siz dangasaligingizni yenga olasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, janoblar.